Ko'zga qarasam bo'ladi oxiri. Nechun men sana yo'l To'xta berishim kerak? gaplashamiz. Bu yoqqa o't. O't to'xta. Assalomu alaykum, Murat. Ko'zga qarab aytsangiz bo'ladi, peshobxo'rda gapirmanga oxir. Sizning yo'nalishingizda gapirgan bo'lsam men. Ya sizga yo'l berishim kerakmidi, Murat? Yoqqa tushing. Shunga gapiramiz. Mashinani o'chiravering mashinani. Qaranglar, buni amaldagi yo'l harakati qoidalarining 2025-yilning kitobi. Shunda 17-bob 109-bandi bor. 72-varaqda. Mana shuni yaxshilab ko'rib o'qinglar. Qaranglar, sizlarga shunga tushuncha beraman. Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 109-bandida tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan transport vositasini haydovchisi deydi. Qatnov qismining shu yo'nalishiga yaqinlashayotgan deydi. Buni ikkovi bir yo'nalish hisoblanadi. Buni qaytgan vaqtdagisi bu ikkinchi yo'nalish hisoblanadi. Qatnov qismining deydi shu yo'nalishiga yaqinlashayotgan piyoda yoki piyodalarga yo'l berish uchun tezligini kamaytirish yoki to'xtash shart degan. Sizlarning yo'nalishingizda keltirdim, to'xtashlaringiz kerak edi. Lekin agar sizlar yo'lning keyingi yo'nalishida kelgan bo'lganlarsa, unda sizlar o'tib ketaversangiz bo'ladi. Men sizlarga hech qachon hech bunday qurish janjal yetmas edi. Tushundinglarmi? Hamma vaqt yo'lda piyodalarga yo'l berib yurishga harakat qilinglar. Sabab bu ham insonlarning ham o'zlaringizning sog'liqlaringiz uchun kerak bo'ladi. Tushundinglarmi?